Amerika masjidlarida yana bir amerikalik islom dinini tanladi va musulmon bo'ldi. Bugun juma namozida bir erkak shahodat keltirdi. Amerika masjidlarida bunday holatlar ko'paymoqda. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nega G'arbda, Amerikada, Yevropada eng tez o'sayotgan din bu islom dini? Nega har yili minglab insonlar islomni tanlamoqda? Amerikada hayot bir qaraganda juda porloq ko'rinadi. Barchasi mustaqillik, erkinlik, imkoniyatlar haqida gapiradi. Ammo bu yerda bir muammo bor. Odamlar o'zini baxtsiz va yolg'iz his qilmoqda. Chunki bugungi dunyoda odamlar individualizm va materializm ichida yo'qolib ketishmoqda. Pul, mashhurlik, muvaffaqiyat bu narsalar yurakdagi bo'shliqni to'ldira olmaydi. Shuning uchun Amerikada millionlab odamlar depressiyaga tushmoqda. Antidepressantlar ichish, ruhiy muammolar bilan kurashish kundalik hayotning bir qismiga aylangan. Va aynan shunday vaqtda ko'p odamlar islomni o'rganishga qaror qilishyapti. Nega? Chunki ular chin osoyishtalikni, ma'naviy baxtni aynan shu dinda topishyapti. Nega? Chunki boylik baxt emas, pul huzur emas, mashhurlik tinchlik emas. Va mana shu G'arbda endi minglab odamlar buni anglab yetmoqda. Ular chin baxtni, chin tinchlikni islomda topishyapti. Amerikadagi aka-ukalar, opa-singillar, bu yerning porloq tomonlariga aldanib qolmaylik. Eslaylik, chin baxt bu soddalikda, e'tiqodda, yurakdagi poklikda. Bu dunyo faqat dunyo, ruhimizga oziq berishni ham unutmaylik.